Kech o'qiganingizga afsuslanishingiz mumkin bo'lgan 3 ta kitob. Hayotda ikki turdagi odam bor. Biri taqdirini o'zi boshqaradi, ikkinchisi esa boshqalarning qoidasiga ko'ra yashaydi. Ushbu kitoblar sizni birinchi guruhga olib chiqadi. Birinchi kitob: Stresssiz intizom. Agar intizom stress deb o'ylasangiz, adashasiz. Ushbu kitob sizga charchamasdan, bosimsiz maqsadlarga erishishni o'rgatadi va hayotga bo'lgan qarashingizni o'zgartiradi. Ikkinchi kitob: Qattiq vaqtni boshqarish. Odamlarning 90% vaqtdan unumli foydalana olmaydi, keyin esa hayoti o'zgarishsiz qolayotganidan shikoyat qiladi. Agar bir kunda boshqalarga qaraganda ko'proq ishni bitirishni xohlasangiz, ushbu kitob aynan siz uchun. Uchinchi kitob: Kim qo'y terisida. Manipulyatorni aniqlash. Agar manipulyatorlarni ajrata olmasangiz, ular allaqachon sizni boshqarayotgan bo'lishi mumkin. Ushbu kitob odamlarning yashirin niyatlarini ko'ra olish va ulardan himoyalanishni o'rgatadi. Hozir o'qisangiz vaqtdan yutib chiqasiz. Bu kitoblardagi haqiqatni kech tushunganingizga afsuslanib qolmang. Kommentariyada vaqt so'zini yozing va kitoblarni mutlaqo bepul oling.